Assalomu alaykum. Sizlarga hurmatli erkaklar va'da qilingan bepul darsimizni boshlaymiz. Meni ismim Farhod, familiyam Normatov. Men Shifo Info degan gazeta, media markazi rahbariman, psixologman, jurnalistman. Lekin mana shu 20 yildan oshiq vaqt mobaynida aynan mana salomatlik, sog'lom turmush tarzi masalalari bilan shug'ullanaman. Shifo Info degan gazetani ko'plar eshitgandir. Bu gazeta juda ko'p shifokorlar, mutaxassislar bilan birgalikda chiqaradigan hamma mavzu, jumladan shu erkaklar kasalliklari, erkaklardagi jinsiy muammolar ham keng yoritib borilayotgan hammabop bir nashr. Endi erkaklardagi jinsiy zaiflik bilan bog'liq muammolar bugungi kunda jahon statistikasiga e'tibor beradigan bo'lsak, erkaklarda salkam 90%da qaytarib aytaman, dunyo erkaklarining 90%da mana shu muammo uchraydi. Jumladan bizda O'zbekistonda ham erkaklarda juda ko'pchiligida mana shu jinsiy zaiflik bilan bog'liq dardlar, muammolar, xastaliklar uchraydi. Endi bizning darsimiz mana shu muammoga duch kelgan erkaklar va duch kelmagan erkaklar uchun ham foydali deb o'ylaymiz. Chunki xohlaymizmi, yo'qmi, yosh o'tayapti, insonda organizm qariydi, kasalliklar ko'payadi. Bu muammoni oldini olishni har bir erkak mukammal o'rganib olsa, bu kasallikka duch kelmasligi mumkin. Bu mavzu juda ham keng. Biz hozir shu erkaklarni ko'proq qiziqtiradigan asosiy savollarga javob berishga harakat qilamiz. Bizni o'rganishimiz bo'yicha juda ko'p erkaklarda tez bo'shanish degan muammo ko'proq uchraydi. Tez bo'shanish o'zi nima? Undan qutulsa bo'ladimi? Muammoni hal qilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Tez bo'shanish bu endi ayol bilan erkak o'rtasidagi jinsiy aloqa paytida erkak o'sha tezroq jinsiy aloqani tugatadi. Endi bu muammo erkaklarni ham, ayollar uchun ham katta muammo. Nima uchun shunday sodir bo'ladi? Bu holatni biz 3 ta qismga bo'lib o'rgatishga harakat qilamiz. 3 ta qism. Birinchi qism bu tajribasizlik, bilimning yetarli emasligi. Ikkinchisi bu psixologiya, ruhiy ta'sirlar. Uchinchisi kasalliklar. Mana shu 3 ta yo'nalishni men tushuntirib beraman. Birinchisi bu tajribasizlik, bilimsizlik dedik. Endi e'tibor bering, ayol bilan erkak sevishib turmush quradi, oila quradi, farzandli bo'ladi. Oilaning totuvligi ham asosan mana shu to'shakdagi qovushishlarga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Endi erkak bilan ayolning fiziologiyasi bir-biridan farq qiladi. Masalan, erkak, yigit kishi ehtiros kelishi uchun 1 minut ham yetarli, 1 daqiqa ham yetarli. Ma'lum bo'lsa 2 minutda shunday holat ko'z bilan ko'rsa ham, bir haligi chiroyli manzarani ko'rsa, yarim yalang'och ayollarni ko'rsa ham erkakda ehtiros keladi va jinsiy holati taranglashadi. Bunday holatda jinsiy holat ko'tarilgandan keyin har bir yigit, erkak tezroq jinsiy aloqa qilsam degan istak paydo bo'ladi. Va jinsiy aloqa boshlangandan keyin albatta u tezroq haligi bo'shanish sodir bo'ladi. Buning uchun hammasiga 2-3 minut ham yetarli bo'lishi mumkin erkak uchun. Erkak uchun buni biz me'yoriy holat deb atashimiz ham mumkindir. Chunki fiziologiya, organizm o'zi mana shuni xohlayapti. Biz organizmni o'zini holatiga qo'yib beryapmiz-da, jinsiy holat sodir bo'lyapti. Ayollarda esa butunlay holat boshqacha. Ularda o'sha ehtirosning kelishi, orgazm degan narsalar erkaklarga qaraganda ancha farq qiladi. Erkak kishi uchun 1 minut yetarli bo'lsa, ayol kishi ehtirosga kelishi uchun 15 minutdan 20 minutgacha vaqt kerak bo'lar ekan. Orgazm uchun yana vaqt kerak. Farqini qaytarib aytaman. Erkakka 1-2 minut yetarli, ayollarga 15-20 minut kerak. Endi tasavvur qiling, erkak kishi ehtirosga keldi, boshladi jinsiy aloqani, 2-3 minutda, onaring borsing 5 minutda tugatdi, ayol hali ehtirosga ham kelgani yo'q. Albatta bu qovushishda ayol kishi zavqlanib lazzat ola olmaydi. Mana shu joyda agar erkak tajribasiz bo'lsa, shunday holat sodir bo'ladi. Mana shuning uchun ham erkak tajribali, bilimli bo'lish kerak. Jinsiy aloqa ham bu o'ziga qarasha bir madaniyat, bir san'at. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamda bir gaplari bor. Aytadilarda, erkak kishi ayolinga tuyalardek sakrama deydi. Tuyadek sakrama, to'satdan sakramaydi. Endi nima qilish kerak shunaqa paytda? Qanday qilsa jinsiy aloqa me'yorda bo'ladi? Ikki tomon uchun ham foydali bo'ladi deganda, shunday tavsiya qilinadi. Islomda ham o'sha psixologlarimiz ham mutaxassislar aytadiki, ayol kishini jinsiy yaqinlikka tayyorlash kerak. Qanaqa tayyorlanadi? Mana siz ham har bir erkak juft haloli bilan birga bo'layaptimi? Demak, avvalo nima qilish kerak? Avvalo romantik muhit yaratib oling. Mana bolalar ko'p, oilada boshqalar ko'p, mehmonlar, chol kampir, boshqalar hech kim xalal bermasin. Shunaqa bir xona yaratingki, komfort, romantik holat bo'lsin. Keyin siz erkak kishi ayolingizni yaxshi ko'rishingizni,
aytish kerak, uni maqtash kerak, uni o'sha go'zalligini ta'riflash kerak, uni ko'ngilni ko'taradigan chiroyli gaplar aytish kerak. Shu o'rinda bitta gapni aytib o'tish ma'qul deb o'ylayman. Fransuzlarda zo'r maqol bor. Fransuzlarda aytadiki, ayol skripka deydi. Skripka. Erkak skripkachi deydi. Ko'ryapsizmi? Skripkani yaxshi qo'shiq, kuy chalishi uchun skripkachi qanchalik mahoratli bo'lsa, kuy shuncha yaxshi chiqadi. Shuning uchun ham mana shu holatda fransuzlar shunaqa maqol aytgan. Mana shu holatda agar erkak kishi qanchalik mahoratli, tajribasi bo'lsa, demak jinsiy aloqa shunchalik lazzatli bo'ladi. Ayol kishini boyda tayyorlash uchun undan keyin o'sha yaxshi gaplar aytdingizmi, uni erigan zonalari bor. O'sha yoqadigan holatlari bor. Ularni silash kerak, o'pish kerak va mana shunaqa holatni sekin-sekin o'sha 15-20 minut orasida uni ehtiros holatiga keltirish kerak. Ana o'shandan keyingina agar jinsiy aloqa boshlansa, ikki tomon uchun ham o'sha lazzatli, foydali bo'lishi mumkin. Mana shu holatni ko'p yigitlar bilmaydi-da, o'zi erkak kishi demak lazzat oladi, ayol kishi lazzat olmay qolaveradi. Ayollar bizda juda iboli, bu narsani aytavermaydi, tortinadi, uyaladi, lekin dardi ichida qolib ketaveradi. O'sha erkak ayol kishi ham o'sha orgazm bo'lmadimi, baribir asabga ta'sir qiladigan holat. Keyin u xohlamay qoladi, erini yaqinlashdi, o'zini har xil bahonalar bilan jinsiy aloqadan olib qocha boshlaydi. Erkak kishi buni sezadi, demak men kasal ekanman yoki yomon ekanman, meniki o'sha har xil xayollar boshiga keladi, o'rtada o'sha sovuqlik boshlanadi. Shuning uchun erkak kishi o'sha jinsiy yaqinlik degan mavzuni yaxshilab o'rganib olish kerak. Tushunish kerak, ma'lum bilim olish kerak. Ana o'shandagina oilada o'sha yaxshi totuvlik bo'ladi. Ko'p erkaklar, ayollar mana shu mavzuda bir-biri bilan ochiqcha gaplashmaydi ham, bilasizmi? Gaplash kerak. Siz yolg'iz qolyapsiz. Ikkita odam, ikkita yorti, ikkita yarimta bitta bo'ldingiz. Bemalol gaplashish kerak. Ayol, erkak kishi tashabbus erkakda bo'lish kerak. Erkak kishi uni nimani xohlaydi erkak, qanday qilsa xursand bo'ladi xotini, nima qilish kerak degan mavzularda ochiqcha undash kerak ayolingizga. Ana o'shanda ayolning kalitini ocha olish kerak. Ayolga nima yoqadi, qanday qilsa bo'ladi, nima bo'lyapti, ochiqcha gaplashsangiz, ayolni shuni oching. O'zicha ayol aytmaydi bu narsani. Mana shuni ochib olsangiz, demak, muammo hal bo'ladi. O'sha tez bo'shanish muammosi birinchi navbatda mana shu orqali hal bo'lishi mumkin. Ikkinchisi sababi bu o'sha psixologiya dedik, ruhiy nimalar. Ko'p erkaklarda jinsiy yaqinlikdan o'ziga yarasha bir qo'rquv bo'ladi. Bir har xil ma'lumotlar harjidan olingan, eshitgan, bir xillarda jinsiy a'zosini kichkina deb o'ylaydi. Ayolini qondira olmayman deydi. Yoki boshqa bir bolalikdan bir nimalardir qo'rquv, fobiya degan narsa bor. Nimadir qo'rquvlar bo'ladi. Mana shular oqibatida miyaga o'rnashib qolgan o'sha qo'rquv, fobiya ayolga yaqinlashganda o'sha tez bo'shanib ketish holatlari sodir bo'ladi. Endi buni ham bemalol davolash mumkin. Bitta narsani aytishim kerak. Erkak kishi o'zini jinsiy a'zosini katta kichikligidan mutlaqo xavotirga tushish kerak emas. Jinsiy olat kichkina bo'lsa ham har qanday ayolda orgazmga olib kelish mumkin. Kichkinaligining hech ahamiyati yo'q. Buni bemalol mahoratli bo'lsa, bilimli bo'lsa erkak, muhim o'sha jinsiy olatni tarangligini mustahkamlaydigan bilimga ega bo'lsa, har qanday ayolni rozi qilish mumkin. Shuning uchun hech qanaqa xavotirga o'rin bo'lish kerak emas. Erkak kishi erkaksan. Shu baquvvat bo'lib, o'zingni yaxshi niyat bilan harakat qilaver, maqsadga albatta erishasan. Har bir erkak demak o'zining juft halolini xursand qiladigan qobiliyatga ega. Endi jinsiy har xil sabablardan qo'rquv, kasallik yuqib qoldi yo boshqa bular hammasi qo'rquvlar, stress bilan bo'ladigan holatlarda. O'shanaqa paytda erkaklar bitta narsani ham bilish kerakki, hozirgi paytda har qanday kasalni davolash mumkin. Endi uchinchi sababi, boyaga aytgandek, agar siz tajribaga egasiz, mana erkak kishi, to'shakda bilimingiz bor, ruhiyatingiz tetik, qo'rquvlar yo'q. O'shanda ham agar o'sha tez bo'shanish, jinsiy ojizlik holatlari sodir bo'lgan bo'lsa, endi buning sababi ma'lum bir darajada kasalliklar. Demak, erkak qanaqadir kasalliklarga duch kelgan. Kasalliklar juda ko'p, kelib chiqish sabablari juda ko'p. Aytaylik, o'sha insonda organizmida turli xil tizimlar bor. Sidik tanosil tizimi deyiladi. Yurak qon tomir tizimi deydi, sidik tanosil. Mana shu tizim erkakda o'zi jinsiy aloqa qilayotgan paytda qaysi a'zolar ishlaydi. Mana shuni ham erkak kishi sal o'rganib olish kerak. Qaysiga qanaqa e'tibor berish kerak, nima qilish kerak. Mana shularda kasalliklar endi har xil bor. Yuqumli bor, yuqumsiz bor. Organizmdagi, masalan aytaylik, butun organizmda inson har bir erkak sog'lom saqlashga harakat qilish kerak. Biz kursimizda mana shu narsaga ham e'tibor beramiz. Butun organizm sog'lom bo'lsagina jinsiy a'zolar ham yaxshi ishlaydi-da.
Yuragingiz og'rib turibdi, og'riq bor yurakda, qon quyuqlashib ketgan, qon bosimi bor yoki jigar og'riyapti, buyraklar og'riyapti, umurtqalar qiyshaygan, muammo bor paytda jinsiy yaqinlik ham sizga yoqmaydi. O'shanaqa paytda, demak, e'tibor beryapmiz kursimizda, 8 ta dars tayyorlaganmiz deyapmiz. Shunda hammasini kompleks darsda shu organizmni ham sog'aytirish masalalarini qisqa bo'lsa ham aytib o'tamiz. Endi kasalliklarga qaytamiz. Kasalliklar juda ko'p. Mutaxassislarning fikri bo'yicha erkaklarda aynan mana shu jinsiy a'zolar bilan bog'liq kasalliklarning nomi 100 dan oshadi. Mana shu kasalliklarda har bir erkak endi sog'ayish uchun mana shu kasalliklarning sababini bilib olishni tavsiya qilamiz. Endi hozir diagnostika markazlari bor. Hamma o'zini bir haliga tekshirtirib ko'rish kerak. Albatta kerak. Nima sababdan bo'lyapti bu narsa? Erkaklarda ba'zilarda farzandsizlik degan, farzand ko'rmaslik, bepushlik degan kasalliklar ko'payyapti. Yosh oilalar qurgan, lekin farzand bo'lmayapti. Yoki boshqa kasalliklar bor, o'sha yuqumli kasalliklar bor. Har xil hozirgi paytda, keyingi paytda o'sha zino degan narsa biz aytamiz endi biz musulmonmiz, Allohga shukr. Notanish ayollar bilan o'rtada jinsiy aloqalar bo'lishi hozirgi paytda juda ko'payib ketdi. Fohishaxonalar yo'q deymiz, lekin fohishalar ko'p. Ular bilan tasodifiy jinsiy aloqalar albatta xohlaysizmi yo'qmi, Allohning bir karomati ko'plar mana shu yuqumli kasalliklarga uchraydi-da. Endi ularda asorati qoladi. Uni tuzatish juda qiyin bo'ladi. Va boshqa kasalliklar, hattoki mana tanamizdagi boshqa kasalliklar, mana umurtqadagi kasalliklar, umurtqa qiyshiq bo'lsa ham o'sha tez bo'shanishga sabab bo'ladi. Umurtqadagi kasalliklar bo'lsa agar. Mana tos qismida biz bilmagan holatda juda kasalliklar o'sha ma'lum darajada shunga ta'sirini o'tkazadi. O'sha uchun nimalar qilish kerak? Hozir biz qisqacha tavsiya etamiz. Birinchi navbatda har bir erkak o'zining ruhiyatini sog'lom qilib olish kerak. Aytganimdek, ruhiyatingiz sog'lom bo'lsin, o'zini ishonch bilan salomatlik uchun niyat qilib, har bir inson harakat qilish kerak. O'zini asrash kerak atrofdagi har xil bo'lmag'ur narsalardan, salbiy energetikadan, harom xarish yuradigan ayollardan saqlash kerak. Allohning aytganini qilsangiz, Allohning qil degan narsasini qilib, qilma degan narsani qilmay yursangiz, sizda hech narsa bezovta qilmaydi. Baxtli, saodatli yashashingiz mumkin. O'shandan chetga chiqyapsizmi? Harom xarish yo'llarga yurayapsizmi? Albatta bilmagan holatda uchratib qo'yish mumkin. Shunday ma'lumotlar ko'pki, bitta fohisha qiz masalan 20 dan oshiq erkakka SPID degan kasallikni yuqtirgan. Atalab qiladi ular. Faqat men kasal bo'laman, boshqalar ham kasal bo'lsin deb. O'ch oladi erkaklardan. Endi ular bir umr kasal. SPIDda hali to'liq davosi topilmagan emas. O'sha bir marta lazzat olaman degan yigit bir umr kasal. Endi qanaqa oila quradi? Nima bo'ladi? Butun hayotini barbod qildi. Yoki boshqa kasalliklar juda ko'p. Buni maxsus darsimizda gapirib beramiz. Qanday ulardan saqlanish kerak, qanday davolanish kerak hammasini. Nafs degan narsa, ehtiros degan narsa kuchli erkaklarda, ayniqsa yoshlarda. Yoshlik, beboshlik deb farqini qilish mumkin, lekin saqlanish kerak. Hammaga tavsiya qilardik, yomonliklardan saqlanish kerak. Siz yaxshi bir ko'nglingiz yoqqan bir chiroyli qizga uylaning, o'sha bilan baxtli qiling, o'shani baxtli yashang. Ertaga farzand rohatini ko'ring, mazza qilib yashang bu dunyoda. Lazzat oladigan narsa juda ko'p. Albatta o'sha birinchi navbatda o'sha jinsiy yaqinlik insonga lazzat beradigan eng zo'r narsa-da. Mana shu jinsiy a'zolaringizni saqlang, sog'lom saqlang, bir umr mazza qilib yashashingiz mumkin. Unga kasal bo'lgandan keyin endi butun umringizni o'shanga davolashga bag'ishlab azoblama kerak bor sizga. Biz o'sha darsimizda shu narsalarni o'rgatamiz. Qanday qilib erkak jinsiy jihatdan sog'lom yashash kerak va muammoga uchraganda qanday nimalar qilish kerak? Birinchi navbatda ruhiyatingizni sog'lom qildingizmi? Ikkinchi navbatda biz ovqatlanish tavsiyalari beramiz. Ovqatlanish degan muammo bugungi kunda juda katta global muammoga aylandi. Bugungi kunda haliga yeguliklarda yeyotgan ovqatlarimizni hammasi insonning salomatligi uchun va jinsiy a'zolar uchun juda zararli ovqat deb bilaman. Dahshatli narsa bu narsalar. Ko'p e'tibor bermaymiz. Mana yoshlarda ovqatlanayotganini ko'rib, to'g'risi men hayratga tushaman, tashvishlanamanda. Ko'p yoshlarda qo'lida energetik ichimliklar, butun ichki a'zoyingizni dabdala qiladigan narsalar. Bu butun organizmni, jumladan jinsiy a'zolarni ham kasal qiladigan holatlar. Shuning uchun sog'lom bo'laman degan erkaklarga biz tavsiyamiz har qanaqa energetik ichimliklardan voz kechamiz. Spirtli ichimliklar, tamakilardan voz kechamiz. Kolbasa, sosiska degan narsalar ham yaxshi narsa emas. Qayta ishlangan go'sht insonga foyda bermaydi. Oshqozonni to'ldirishi mumkin, lekin zarar. Bundan ham voz kechamiz. Salbiy odatlardan albatta voz kechish kerak. Stress degan narsa bor. Stressdan ham qutulish kerak. Sun'iy intellektdan so'rashgan ekanda, insoniyat uchun eng zararli kasalliklar kelib chiqishning asosiy eng katta sababi nima desa, bu stress degan ekan. Stress har qanday kasallikka olib keladigan ish. Jumladan o'sha jinsiy a'zolarda ham kasallikka olib keladigan narsa. Hozir stressga uchramagan odamlar juda kam. Stressli zamon bo'lib qoldi, shunaqa davr bo'lib qoldi. Hamma qanaqadir asabiy, lekin asabdan saqlanish kerak. Biz o'shani ham yo'llarini o'rgatamiz. Jinsiy ojizlik degan masala muammoni
Bu bitta darsda aytish juda mushkul. Biz aytgan gaplar hozircha bir daryodan yoki dengizdan tomchi deb atash ham mumkin. O'sha uchun biz katta dars tayyorlaganmiz. 8 ta dars alohida bo'ladi. Kimlar o'tadi dars degan savolga javob o'taman. Biz 3 kishimiz. Tibbiyot fanlari doktori professor Egamberdi Eshboyev va Nandini taxallusi bilan tanilgan elimizga seksoterapevt Nodira Berdiyeva degan kishi bilan uchalamiz o'tamiz. Nodiraxon nimani o'tadi? Bu muammo faqat erkaklarning muammosi emas. Buni erkaklarning muammosini biz biladigan odam bu ayol. Uni juft haloli. Erkaklarda shunday ruhiyatda muammo borki, mana shunday kasallikka uchragandan keyin ular davolanishdan yashiradi o'zini. Dardini yashiradi-da. Lekin uni dardini biladigan ayoli, juft haloli erkakni mana shu davolanishga undash kerak. Buning uchun nima qilish kerakligi o'sha Nandini batafsil tushuntirib beradi. Hozir men sizga aytib o'tgan tavsiyalar bu dengizdan tomchi desa ham bo'ladi. Jinsiy ojizlik degan muammo ancha katta muammo. U birdaniga kelmaydi. Taqqoti birdaniga kasal bo'lib qolmaydi odam. Bu yillar davomida yig'ilib keladigan kasallik va uni tuzatish uchun ham anchagina mehnat qilish kerak. Agar sizda jinsiy ojizlik bo'lsa, testosteron kam bo'lsa, prostatit adenomasi degan kasalliklarga duch kelgan bo'lsangiz va umuman juft halolingizni to'shakda rozi qila olmayotgan bo'lsangiz, mana shu umuman shu jinsiy hayotdagi qanaqa muammolar bo'lsa, mana biz tayyorlagan kurs siz uchun. Mana shu kursni bemalol o'rganishingiz mumkin. Hattoki jinsiy to'shakda muammoga duch kelmagan erkaklar uchun ham foydali deb bilamiz. Chunki o'rganib qo'ysangiz, ertaga mana shu kasalliklarga, muammolarga duch kelmasligingiz uchun juda foydali ish bo'ladi. Mana shu sanab o'tgan muammolar sizda bo'lsa, biz yaratgan kurs aynan siz uchun. Marhamat, pastdagi anketani to'ldiring va biz sizga o'z holatingizga bog'liq yo'l xaritasini beramiz. Va aynan sizni kursimizga qabul qilamiz. Azizlar, bugungi siz uchragan muammo butun umr davom etishiga yo'l qo'ymang. Hoziroq bizni kursimizga yoziling.